boshqarmani Ustyurt gaz chiqarish boshqarmasi mas'ullari bilan azizlar, bu juda ham quvonchli xabar aslida. Juda ham katta bosimda gaz chiqdi yana Mo'ynoqdan. Barchangizga gaz juda qimmat resursda, u tillaga teng resurs. Gazdan masalan biz hozir ovqat pishirish uchun, uy isitish uchun ishlatyapmiz. Vaholanki ovqat pishirish va uy isitish uchun quyoshdan olingan energiya ham, shamoldan olingan energiya ham yarashi mumkin-da. Lekin biz shuncha qimmat yer tagidan kavlab olingan, katta mehnat bilan kavlab olingan qo'shimchasiga agar mahsulotga aylantirib qayta ishlab sotadigan bo'lsa, bu aka nimaga xalqni tabriklayotganingizni tushunmadim lekin. O'sha tushunmaganim uchun savol bermoqchiman. Birinchidan, bu Mo'ynoqda chiqqan gazdan bizga nima foyda? Mana xalqqa yo shaxsan menga yo odamlarga nima foyda? Nima Mo'ynoqda chiqmasdan oldin qanaqa edi-yu, chiqqandan keyin nimadir o'zgardimi yo o'zgaradimi? Misol uchun metan zapravkada navbatlar kamayadimi? Yoki limit olib tashaladimi? O'sha xalqqa qo'yilgan limit. Yoki bo'lmasa Turkmanistonga o'xshab gaz tekin bo'lib qoladimi? Yoki mana bu Saudiya Arabistoni, Dubaylarga o'xshab tegidan neft chiqsa, neftdan sotilgan puldan, eksportni pulidan berilganidek, bu gazni eksportini pulini ma'lum bir miqdori beriladimi? Nimaga unaqa tabriklab turibsiz? Men tabrigingizni tushunmadim.